Do'stlar o'tgan safar yodingizda bo'lsa, baryer blok bilan common blokni olishni o'rgatgan edim. Bunda esa endi uyingizga shunchaki fakel qo'ygingiz kelmayapti yoki chiroq u joyni oladi, to'g'rimi? Siz umuman g'alatiroq do'stingizni hayron qoldirmoqchimisiz? Buning uchun yana o'sha tepadagi 3 ta nuqtaga kiramiz. O'sha komandani yozamiz. GV kuchukcha P. O'zim ham nomini yodlab olmaganman, shuning uchun 12. Hozir boshdan. Mana passiya 12. Keyin mana buni bossangiz mana bu bo'ladi. Gave light 1 to DEX. Do'stlar, bu chiroqning foydasini hozir ko'rasiz. Mana bu o'zi yozilgan qiyshiqlarga kirib, birinchilikka teleport tugmasini bosib, ikkovidan xohlagan bittangizni bosib, do'stingizni teleport qilsangiz bo'ladi. Bir timiga kirib, mana bu yerdan kech qilsangiz Set the bo'ladi. time to 42,000. Keyin oxirga kirib yomg'ir yog'dirasiz. Changing to rainy weather. Yo'q. Qayta yaxshi. Mana bu chiroqning foydasi mana qo'lga olsangiz ko'rinadi. Ichidan bemalol o'tib o'zingiz qo'lga olmasangiz ko'rinmaydi. Shunchaki yorug'lik. Ko'rasizmi do'stlar? Kimgadir kerak bo'lsa mana u. Agar mabodo sizga ham mana shu haqiqiy Minecraft kerak bo'lsa, bu Play Marketdan o'rnatilgan Minecraftlarga bo'lmaydi. Mana bu chiroq. Shuning uchun men Telegram kanalimga o'tib Dex Gaming kanali bor. Xuddi mana bu odamga o'xshash, faqat juda ham ko'p AI ishlatilgan.